Sabiyakeda. Yoqqa. He. Enam yo'qligidan foydalanib bir erkakcha gaplashib olaylik. Uji bor-ku, nadayel. Tushundingmi? Nadayel. Kesga. Nadayelmish. Men davno nadayel bo'lganman. Bir gaplashib qo'ymasam bor-ku, boshqa bo'lmayapti-da. O'may qarada. Shunday bir go'zal husning bor-da. Chiroyli bir ko'zlaring bor-da. Qoshlaring chiroyli. Kipriging chiroyli. Bir lablaring chiroyli. Burningni aytmaysanmi? Bir nafis. Qomat, soch, dahshat. Chotchi, chiroyli. Lekin til bir qarich. Ummadığında bir güneş parlar bazen. Shuni tushunmayman-da. Menda bir vнимательный savol bor. Nimaga bunaqa, ha? Yo, men yosh bolamanmi hali? Yo, u yoshga yetmadimmi? Nimaga bunaqa? Ha? Hamma yo'lni shunday menimcha, ha? Endi moy sotganda aybini aytib soat deyishgan. Lekin bizga sovchilar borganda o'zaro dogovor tuzilganda shu tilim haqida aytish esdan chiqib qopti-da. Uzr endi, bir qarish til bilan tug'ilib qopman. To'g'ri, endi buni tan olish qiyin. Nima deysiz endi? Sepimga qo'shib bir qarish tilam olib kelganman-da. Qo'yil lekin. Sen bu dunyoda buni tan olmaysan deb o'ylagandim. Malades, tan olding. Jicha hurmatim oshdi senga. Malades xotin. Tilmisan, til. Endi odamlar oyog'i bilan emas, tili bilan yurayotgan bir zamonda bunaqa til bo'lishi avtoritet hammaga emas, uncha-muncha odamda yo'q. Sizchi men bilan faxrlaning. Qanday maqtanay? Xotinim mana shu. Mana shuncha tili bor deb maqtanaymi? Ha? Mahalladachi gerdayib yuring. Mana shundoq kerilib yuring. Bu til bilanchi uncha-munchasini go'rdan olib go'rga tiqaman. Zubdayu. Men bor-ku. Qiz tanlashda bor-ku. Qo'ldan kelgancha xato qilganman-da. Yo, odam ham shunaqa bir chapko'r bo'ladimi, ha? Yo, g'ilay bo'ladimi? Meni ko'zim qayerda edi? Ko'zingiz ko'zlarimda edi. Lekin tilim bekinib turganda. U chiqsa, to'y atmenida. Agar men o'lsam, nimadan o'ldi deb so'rashsa, 5 metr tilli tagida qolib o'lib ketdi degin.